Jizzax viloyatining sharoiti og'ir hudud sifatida tanlab olingan mahallalarda infratuzilmani yaxshilash masalasi xalq deputatlari tuman kengashlarining navbatdan tashqari sessiyalarida muhokama qilindi. Tumanlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga oid iqtisodiy chora-tadbirlar ko'rib chiqilgan sessiyalar haqida hozirgi lavhamizda so'z boradi. Sessiyalarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 23-yanvar kuni o'tkazilgan kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash, hududlarda kambag'allik darajasini pasaytirish, aholi bandligini oshirish va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni jadallashtirish borasidagi vazifalar yig'ilganlar e'tiborida bo'ldi. Mirzacho'l tumanida o'tkazilgan sessiyada kun tartibidagi masala yuzasidan tuman hokimi Botirjon Mirzaqulov axborot berdi. Axborotda keltirilishicha 2026-2027 yillarda tumanni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan dasturga ko'ra joriy yilda faoliyat yuritayotgan 46 ta sanoat korxonasining ishlab chiqarish hajmlari oshiriladi hamda 5 ta sanoat yo'nalishidagi investitsiya loyihasi ishga tushiriladi. Buning hisobiga tumanda sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish 540 milliard so'mga, sohadagi o'sish 10% ga yetkaziladi. Shuningdek, olib boriladigan qurilish bunyodkorlik ishlari hisobiga jami pudrat ishlari hajmi 208.6 milliard so'mni, o'sish sur'ati esa 10.8% ni tashkil etadi. Aholi xonadonlarida bog'dorchilik, sabzavotchilik va polizchilik plantatsiyalarini hamda naslli chorva mollarini ko'paytirish, fermer xo'jaliklarida meva-sabzavot ekinlari yetishtirish hajmini oshirish va 8 ta investitsiya loyihasini ishga tushirish hisobiga qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi 2.201 milliard so'mlikka, o'sish sur'atini 4.8% ga oshirishga erishiladi. Bundan tashqari oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan dastur doirasida 3.9 milliard so'm, biznesga birinchi qadam dasturi doirasida esa 5.8 milliard so'm kredit ajratiladi. Ijtimoiy reyestrga kiritiladigan oilalarga ssudalar ajratish hisobiga 11 ming nafar, shu jumladan 1,5 ming nafar aholi doimiy ish o'rniga ega bo'ladi. 1.9 ming nafar ish o'rni soyadan chiqarilib, 7.6 ming nafar aholi daromadini oshirish hisobiga Mirzacho'l tumani 2026-yilda kambag'allikdan xoli hududga aylantiriladi. Tumanimizga 60 milliard so'm mablag' ajratilyapti. Ana shu mablag'larni qaysi sohalarga yo'naltirilish to'g'risida yetarlicha tushunchalar berildi. Albatta bu mablag'larni har bir so'migacha, har bir miqdori tegishli, kerakli bo'lgan joylarga yetkazilib berish bo'yicha berilgan rejalar, qilingan rejalar to'g'risida taqdimot qilindi. Biz taqdimotdan tushunib oldikki, 2026-yilda mana shu yilimizni e'lon qilinganligiga monand, ya'ni mahallani rivojlantirish, jamiyatni yuksaltirishga qaratilgan masalalar hammasi o'z aksini topgan. Xalq deputatlari Arnasoy tuman kengashining 7-chaqiriq navbatdan tashqari 14-sessiyasi kun tartibiga tumanda 2026-yil davomida amalga oshiriladigan loyihalar uchun zarur infratuzilmaviy shart-sharoitlar yaratish, shuningdek, yangi O'zbekiston qiyofasidagi hamda og'ir toifadagi mahallalarning ixtisoslashuvini chuqurlashtirishga qaratilgan manzilli dasturlarni tasdiqlash masalasi kiritildi. Sessiya davomida mazkur masala yuzasidan Arnasoy tumani hokimi Odil Musanovning axboroti tinglandi hamda deputatlar tomonidan muhokama qilindi. Sessiya yakunida kun tartibidagi masala yuzasidan tegishli qaror qabul qilindi. Tuman hokimi Jaloliddin Oqboyevning G'allaorol tumanini 2026-2027 yillarda kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturini tasdiqlash to'g'risidagi masalasi yuzasidan axboroti muhokama qilindi. Birgina tumandagi Do'stlik mahallasi hududidan o'tgan umumiy uzunligi 700 metrli kanal qirg'oqlarida sohil bo'yi turizm aholi dam olish maskani loyihasi orqali 20 ta, Alamli mahallasi hududidagi Quruvchilar ko'chasini, u yerda faoliyat yurituvchi tadbirkorlarni zarur infratuzilma bilan ta'minlash orqali 50 ta hamda Guliston mahallasi markazida zaruriy infratuzilma bilan ta'minlanish orqali 75 ta ish o'rni yaratiladi. Bir so'z bilan aytganda, tumanda bu kabi tadbirkorlik muhitini yaxshilash, ijtimoiy infratuzilma va aholi kayfiyatini oshirish maqsadida amalga oshiriladigan loyihalar orqali 4300 ta ish o'rni yaratilishi ko'zda tutilgan. G'allaorol tumanida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturining asosiy yo'nalishlari joriy yil sanoatda ishlab chiqarish hajmini 109.5% ga, xizmat ko'rsatish sohalari hajmini 113.5% ga hamda qishloq xo'jalik mahsulotlari hajmini 104.5% ga yetkazish ko'zda tutilgan. Tumanni kambag'allik va ishsizlikdan xoli hududga aylantirish uchun bor imkoniyatlar safarbar etiladi.